Ismim Kabuto deganmiding? Tanamga o'zi nimalar qilding? Sizga bundan avval ham aytgandim. Sizni eng qudratli vaqtingizdan-da qudratliroq qildim. Tanamni nimalarga qodir ekanini bilasanmi? Men shunchaki Lord Arachimaru olib borgan tadqiqotlarini amalda qo'llab ko'rib, o'z taxminlarimni ham ishga tushirib buni uddalay oldim. Tadqiqotlar ko'rib turganimdek o'z samarasini beryapti. Xuddi 6 yo'l donishmandi kabi, siz ham ilohlar qudratiga qo'lingizni tekkiza olar ekansiz. Va buni bari men sizga bergan qudratim tufayli. Meni noto'g'ri tushunmagin, lekin bu qudratni menga sen berganing yo'q. Endi esa 5 ga 1.